Hammaga salom. Bugun sizlar bilan XM Forex brokerida qaysi hisob turlarida bonus beriladi, qaysi hisob turlarida ishlangan ma'qul va turlarning farqi nimada, shuni ko'rib chiqamiz. Boshladik. Barcha ma'lumotlar XM brokerining ofitsial veb sahifasidan olingan. Video opisaniyasida, kommentariyasida ссылка qoldiraman. Primoy o'tib o'zlaringiz ko'rishlaring mumkin. Ma'lumotlar olish uchun yoki bo'lmasa onlayn chat orqali o'zlaringiz qiziqtirgan savollarga javob topish uchun ro'yxatdan o'tish talab qilinmaydi. O'tib so'rashlaring mumkin. Sizni programmadan lishniy kabinetga o'tsangiz, shaxsiy kabinetga to'liq boshqarish imkoniyatiga ega bo'lmaysiz. Bundan ko'ra veb sahifa orqali shaxsiy kabinetingizga kirsangiz, to'liq hamma yo'lni boshqarish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ofitsial saytdan kirish tugmasini bosib, XM programmasiga kirganda elektron pochtangiz va o'zingiz qo'ygan parol orqali shaxsiy kabinetingizga kirishingiz mumkin. Agar siz XMda ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, yangi hisob ochishga bosasiz. Batda sizdan so'raladigan narsa qayerdansiz? Elektron pochta, yangi parol qo'yasiz. Ko'rsatib berilgan 10 tadan 15 tagacha bitta hech bo'lmasa raqam bo'lishi kerak, bitta lotin katta harfi, bitta kichkina harf va qo'shimcha belgilardan bittasi bo'lishi kerak hamda promokod. Ro'yxatdan o'tishga bosasiz. Mana shaxsiy kabinetga kirdik. Xohlasalang tilini boshqa tilga o'girib olsalar ham bo'ladi. Menda shunday qolgan qulayroq. Mana glavniyda turibmiz. Hisob turlarining yonida Открыть дополнительный счет, qo'shimcha hisob ochish bo'limiga bosamiz. Bu yerda XM brokerida qanday hisob turlari borligi bo'yicha ma'lumotlar berilgan. Batafsil ko'rgani yana veb sahifaga qaytamiz. Savdo blogida savdo hisob turlari bo'limiga kiryapmiz. Batda ko'rsatib berilgan standart, ultra low hamda shares aksiyalar bo'yicha 3 ta hisob turlari mavjud. Batafsil yana bo'yi bosilyapti mana. Batda ko'rsatib berilgan qanday imkoniyatlar beradi bu hisob turlari. Bu hisob turlari kimlarga ma'qul keladi? Yangi tradingni boshlayotganlar uchun standart hisobda ishlagan qulayroq. Sabab birinchi depozit uchun 100% bonus beriladi $500 gacha. Depozitingizni yo'qotgan taqdiringizda ham bonusga savdo qilib qandaydir foyda qilib chiqarib olish imkoniyati bor, qo'shimcha strafovka sizda. Agar depozit ozroq bo'lsa, mikro varianti bor. Uni alohida hisob ochishda ko'rib chiqamiz hozir. Kredit yelkasini o'zgartirsalar ham bo'laveradi 1000 baravargacha. Swapsiz mana shu joyda islomiy hisob uslugasi xizmati to'g'risida gapirib o'tib, standart hisobda ishlayotganlar uchun islomiy hisob uslugasidan foydalansalaring, sizdan bir kundan ikkinchi kunga o'tadigan komissiya swap olinmaydi. Ya'ni uzoq muddatda savdo qiladiganlar uchun islomiy hisob uslugasidan foydalansalaring, sizlardan qo'shimcha komissiya olinmaydi. Shu bilan farq qiladi xolos islomiy hisob uslugasi standart hisobdan. Endi ultra low hisobi kim uchun qulay? Savdoni boshlab, tajriba orttirganingizdan keyin foydaga chiqib, har pul yechganingizda sizdan o'shancha miqdorda bonusingiz ham kuyib boradi. Undan ko'ra ultra low hisobga o'tganingiz qulayroq. Sizga bonus berilmaydi, lekin siz to'laydigan komissiyangiz har bitta сделка uchun ancha ozroq, kamroq komissiya to'laysiz. Low hisob turida hamda low hisob turi avtomatik swaplarsiz. Batda sizni hisobingiz islomiy basma uslugasidan foydalanasizmi? Avtomatik swapsiz hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, ultra low hisobda siz ancha kamroq komissiya to'laysiz standart hisob turiga qaraganda. Lekin bu hisob turida birinchi depozit uchun ham va boshqa qo'shimcha bonuslar ham berilmaydi. Savdo komissiyasi ozligi sababli. Endi aksiyalarda savdo qilish uchun hisobga keladigan bo'lsa, minimalniy depozit $10,000, bonuslar berilmaydi, mikro hisob yo'q, kredit yelkasi 1/1. Agar aksiyalarda savdo qilmoqchi bo'lsangiz, XMda bas, boshqa undan ham ko'ra qulayroq boshqa brokerlar mavjud. Endi hisob turi ochishga keladigan bo'lsak, yangi hisob turi ochishga bosamiz. Mana hamma hisob turlari ko'rsatib berilgan. Endi siz bu hisob turida bonus olmoqchi bo'lsangiz, standart hamda mikro hisob turlarini ochasiz. Shu ikki hisob turida bonus beriladi xolos. Endi qaysi birida savdo qilishga keladigan bo'lsa, depozitingiz ozroq bo'lsa, misol uchun $100-500 dan ozroq bo'ladigan bo'lsa, mikro hisob turini ochganingiz ma'qulroq. Sizda 100 barobar ozroq miqdorda, kichkinaroq hajmda
сделка ochish imkoniyatingiz bor. Standart hisobida nisbatan. Endi depozitingiz ko'proq bo'lsa, standart hisob turida bonus olib ishlaganingiz qulayroq. Tajribaliroq bo'lsangiz, doimiy ishlayotgan bo'lsangiz, XM brokerida bonus olmasdan ozroq spread komissiya to'layman desangiz, unda ultra low standart ozroq depozit bilan bonussiz ozroq komissiya to'layman desangiz, ultra low mikro hisob turini ochganingiz ma'qulroq. O'zlaringizga qulay kredit yelkasini tanlaysizlar. Valyuta hozirda bir nechta valyutalarda hisob ochish imkoniyati bor. O'zlaringizga qulay tanlaysizlar. $100 hamda promo kod. O'zi to'g'ri terilgandan keyin yashil yonadi. Ko'rsatilgan shartlarga rozilik to'g'risida galочка, yangi hisob ochish va hisob turiga parol qo'yiladi. Yangi ochilayotgan hisob turiga o'zingiz parol qo'yasiz. Parol 10 dan 15 tagacha simvoldan iborat bo'lishi kerak. Eng kamida bitta son bo'lishi kerak. Eng kamida bitta kichik lotin harfi bo'lishi kerak. Eng kamida bitta katta lotin harfi bo'lishi kerak. Va maxsus belgilardan biri ishlatilgan bo'lishi kerak bu parolda. Hamda tayyor knopkasini bosilgandan keyin hisob turi tayyor mana MetaTrader 5 ga ulab foydalanish mumkin. Endi hisob turlarini boshqarishga kelsak. Hisob turini pastida, o'ng tomon pastida 3 ta nuqta turibdi. Hisob turi to'g'risida ma'lumot, balansni yangilash, hisob turlari orasida pullarni o'tkazish, kredit yelkasi 1000 baravar qo'yildi-yu. Boshqa o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, o'zgartirishingiz mumkin. Kredit yelkasini o'zgartirish. Agar hisob turini parolini unutgan bo'lsangiz, profilda bas, hisobda o'zini parolini unutgan bo'lsangiz, boshqa bo'lsa, chetdan o'zgartirishingiz mumkin. Agar sizda investor bo'ladigan bo'lsa, boshqa odamga hisobni ko'rish uchun, ya'ni o'zgartirish kiritilmaydi, faqat ko'rishi uchun alohida parol berishingiz mumkin, kirib faqat ko'ra oladigan. Undan tashqari hisobni to'ldirganlaringiz istoriyasi, pul yechilgan istoriya, polniy hisob istoriyasi hamda ochiq pozitsiyalar bo'yicha ma'lumotlar ko'rishingiz mumkin. Agar siz savdo hisobingizni o'chirmoqchi, yopmoqchi bo'lsangiz, oxirida ko'rsatib berilgan zakrit shot hisobni yopish tugmasi bilan o'chirishingiz mumkin. Zakrit shot. Hamda sizdan yana parol so'raladi. Hisobni yopish uchun hisobni parolini kiritasiz va hisobni yopish mana. Ko'rib turganingizdek, birinchida bo'lgan asosiy hisob turimizni o'chirdik. Shunday qilib hisoblarni o'chirsalar ham bo'ladi. Qatnashganlarga tarqatilinadigan garantirованный priz. Barcha ma'lumotlar Ustrading saytida ko'rsatib beraman. Silkasini ham qoldiraman. O'zbekistonda eksklyuziv aksiya. O'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Undan tashqari keyingi videoda XM brokerida do'stingiz taklif qilganingiz uchun brokeriga sizga $150 gacha pul mukofoti bor. Shu to'g'risida ma'lumot beraman. Agar sizda shu yoki boshqa brokerlarda texnik muammongiz bo'lsa, registratsiya, verifikatsiya, pulingizni yechish, tashlash yoki savdoyingiz bo'yicha texnik muammongiz bo'lsa, qo'ldan kelgancha yordam beriladi. Ustrading sayti orqali onlayn chatga kiring, yozing muammongizni, xizmatlar bepul, yordam beriladi. Savdolaringizga omad, e'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.